Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi yakkalik divanlarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolisa ustaxona o'zidan obzor ketyapti yana bir bor. Yangicha fasonlarda o'zgacha dizaynlarda qilib berdik. Xudo xolisa egalari xuddi mana shunaqangi bo'lsin deyishdi. Chiroyli qilib mana qonunlarda ikkitadan tortmalari bor. Ochilib yopilishlarni bitta ko'ramiz. Yengil ochilib yopilishlar, tortmalari ham kattagina. Mexanizmlarni ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Uzoq yillar maza qilib ishlatadi. Bosh qismlari mo'yshi material bo'lgan. Bemalol suvda yuvsalangan, hech narsa qilmaydi. Oldingilari xiba materialdan bo'lardi. Hozir mo'yshiga o'tganmiz. Xo'sh, balandliklari 1.15 bo'lgan. Eniga 90 lik bo'lgan, matraslari 2 metrga 85 lik matras tushadigan bo'lgan. Xo'sh, oyoq qismlari ham ishlangan. Shu tomonlarni ham tortmani ochib ko'rsatamiz. Mexanizmlarni yaxshidan qo'yib bergan uchun ochilib yopilishlarda hech qanday qilaydi. Lapanglashlar yo'q, ochilish yengil, bo'lsa yaxshigina zo'r chiqdi. Kimga mana shu xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarsizlar. Xudo xolisa Telegramga yozsalaring. 300 xulonchiq mana shunaqangi shunga o'xshagan fasonlarimiz bor, arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. Aloqaga chiqsalaring, javob qilib beramiz. Bu divanimizni narxiga kelgan bo'lsak, donasini 2.200.000 so'mdan, jupini 4.400.000 so'mga tayyorlab berdik. Bu Namangan shahri Pop tumaniga bo'ldi. Xudo aloqaga chiqarsizlar, mana shunaqangi xizmatlar bo'lsa, vodiy bo'ylab jup bo'lganlar dastavkasini bepul qilib beramiz. Dona olganlarga 100 ming, 150 ming, balkim 300 ming so'm yo'l kira qo'shib borish mumkin. Shopirni yo'l kirasiga qarab aloqaga chiqarsa, xudo xolisa xizmatlaringizdan foydalanib qo'yinglar. Mana shunaqa ishlardan chiroyli qilib o'z ota-onalaring yoki farzandlaringizga qilib beringlar. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Bitta men usta mehnatiga alohida kommentariy yozib ketinglarchi nima bo'larkan.